18 ga kirmagan, sevgi bog'laridan gul termagan kim bor? Kimning yuragi shu yoshda o'rtanmagan, suyuklisini intizor kutmagan? Inson borki, suyuk ko'ngil ne'matidan bahramand bo'ladi. Ba'zan iztirob chekadi, g'amga botadi, goho esa quvonchi totidan 7-osmonda kezadi. MTRK audio kitoblar. Jamshid uyg'onib ketib, yonini paypasladi. Onasi yo'q. Hali ham majlisdan qaytmabdi. Yig'lagisi keldi-yu, qorong'i uyning sukunati bosib, qo'rqdi. Sekin derazaga qaradi. Laxtak-laxtak qora, ho'l bulutlar bog' etagi tomon osilib borar, ular orqasidan sarg'ayib oy ko'rinardi. Tip-tip tomchi tovush keldi. So'ng shamol tomorqadagi daraxtlarni silkitdimi, tom ustiga shovdirab, yomg'ir suvi to'kildi. Yomg'ir tinibdi-da deb o'yladi Jamshid va yana tashqariga quloq tutdi. Nihoyat darvozaxonada ot kishnadi va yo'lakdan chilp-chilp etib qadam tovushlari eshitila boshladi. Tovushlar yaqinlashdi. Deraza oldidan oy nurini kesib 2 kishi o'tdi. Biri o'rta bo'y, ikkinchisi novcha. Jamshid darrov tanidi. O'rta bo'yi onasi, novchasi kim bo'ldi? Ular ayvonda g'udullab gaplashishdi. So'ng Zaynabxon paltosi etaklarini shildiratib dahlizga kirdi. Mehmon esa xiyol engashib, loyli oyoqlarini ustunga surkab arta boshladi. Zaynabxon dahlizda biroz ivirsib, aftidan nimanidir qidirdi. So'ng uyga kirdi. Jamshid shosha-pisha ko'rpadan chiqib, mushtakkina bo'lib o'tirib oldi. Zaynabxon tokchani timirskilab gugurtni topdi. Lampani yoqdi. Yomg'ir zarralari yiltirab turgan qoshlarini chimirib, o'girillarkan to'shakka ko'zi tushdi-yu, bo'shashib xo'rsindi. Majlis cho'zilib ketdi-da, bolam, dedi u, uzr so'raganday shivirlab va cho'kkalab o'g'lini quchdi. Sovuq lablari bilan o'pdi. Jamshid piqillab yig'lab yubordi. Junchikib ko'rpa ostiga kirdi. Uxla. Uxlagin endi, dedi ona uni erkalab. Mana, men keldim. Keyin o'rnidan turib, yon beriga qidirinib qaradi va yana o'g'lining ustiga engashdi. Mehmonxonaning kaliti qayerda? Bilmayman, pichirladi Jamshid ko'rpa tagidan. Zaynabxon yana yon beriga qaradi-da, cho'zilib kampirining lo'l bolishini astagina tortdi. Qora shol ro'molini iyagidan o'tkazib, boshini chirmab tashlagan kampir uyg'ondi-yu, cho'kik og'zidan nos bo'yini taratib, o'shqira ketdi. Ha, maylising ham ordona qolsin. Bolangni fe'lini bilasan-ku, javob olib kelavermaysanmi? Sekinroq, shivirladi Zaynabxon. Majlisda men to'g'rimda ham gap bo'ldi-da, onajon. Meni g'alaba xo'jaligiga sarkotib qilib tayinlashdi. Kampir qiziga tikilgan ko'yi jim qoldi. So'ng bolishi tagidan nosqovog'ini topib, 1-2 silkitdi-da, uni cho'kirtak tishiga tiq-tiq urib nos otdi. Bu atrofda unday xo'jalik yo'q-ku. Dashta u, dedi Zaynabxon sabrsizlik bilan. Kampir qiziga og'rinib qaradi. Kampir qiziga yana ketarkansan-da. Juvonning chehrasiga daf'atan iliq bir mehr toshib, ma'yus kulimsiradi. Ketaman. Ketishim kerak ekan. So'ng derazaga ko'z tashlab olib shoshildi. Onajon, o'sha xo'jalikning raisi ham majlisda bor edi. Ilgaridan tanishimiz, o'rtoqlardan. Gostinitsada joy yo'q ekan. Olib keldim. Mehmonxonada yota qolsin, erta bilan turib ketadi. Balki o'zim ham u kishi bilan. O'g'liga qarab olib davomini aytmadi. Kalitni so'radi. Sen o'rtoqlardan deganing bilan g'udulladi kampir. Ming qilsa ham erkaksiz uy.
Onajon, tokchani ko'r, dedi kampir. Zaynabxon kalitni topgach, yana o'g'lining yoniga cho'kkaladi. Uni o'pib chiqib ketdi. Kampir gilamni qatlab, nosini tupurganidan keyin ham tomning vassalariga uzoq tikilib yotdi. So'ng chuqur xo'rsindi-da, ko'zini yumdi. "Momo, eshikka chiqaman", dedi Jamshid bir mahal. "Kiyimingni kiyib chiq", deb g'uldiradi bu. Jamshid eshikni ochishi bilan qarshisidagi mehmonxona eshigi ham ochilib ketdi. To'rda sariq etigini ko'rpacha tagida qatlab o'tirgan barvasta kishi ko'rindi. Onasi yenglari shimarilgan, oftoba ko'tarib chiqib kelardi. Ha, dedi u Jamshidga. "Uxlamadingmi haliyam? Shamollab qolasan, kir uyga." "Kim u, Zaynabxon?" To'rdan gap otdi rais. "O'g'lim o'rtoq Jalolov", dedi Zaynabxon. "Jamshid." "Jamshidmi? Obbo sheri. Qani bir kecha tanishaylik bunday." Jalolov o'z uyida o'tirgandek o'zini erkin tutardi. "Kir, ko'rishuv darrov chiqib uxla." Jamshid bu odamga o'zining ilgaridan bir qadar tanish ekanini his etib ichkariga kirdi. Mehmon yonoqlari keng, betlari tandirdan yangi uzilgan uy noniday qizil, ko'pchigan, o'rta yashar kishi Jamshidni yoniga o'tqizdi. Malla jun chakmonining barini ochib uni o'radi. Jamshidning dimog'iga qandaydir tanish ko'kat hidi urildi-yu, bu odamni qayerdadir ko'rganday bo'ldi, lekin uni birinchi ko'rishi edi. "Enamni poylab uxlamay o'tirdim-de." Jamshid bosh irg'adi. "Enang biror yoqqa ketib qolsa, unda nima qilasan?" "Men ham boraman-da." "Obbo seni, men bilan dashtga bormaysanmi?" Jamshid bosh qimirlatdi. "Seni qara-yu, bu yerda nima bor? Dasht yaxshi, keng, har xil gullar ochilib yotibdi. Yozilib, yayrab o'ynaysan. Sen tengi Tilov degan o'g'lim bor mening. U bilan o'rtoq bo'lasan. U seni tomosha qildiradi. Borasanmi?" Jamshid iljayib, suzilib eshikka qaradi. Jalolov kuldi. "Borasan. Enang ham boradi. Tuklaring tikkayib ketibdi-yu. Sovqotibsan. Bor, choponingni kiyib ke." "Meni choponim yo'q. Paltonim bor." "Ha, mayli, paltoningni kiyib ke." Jamshid chiqdi, lekin hali uyg'oq yotgan buvisi uni mahkam ushlab, issiqqina qo'yniga soldi va qayta chiqarmadi. "Momojon, dashtga boramiz", deb pichirladi Jamshid. "Uxla", dedi buvisi. "U yoqda onamning o'rtog'ini o'g'li bor, Tilov degan." "Bo'ldi." Ammo onasi kelib yoniga yotgachgina Jamshid uyquga ketdi. MTRK audio kitoblar. Jamshid uyg'onganida deraza oynasida bir dasta olmos nur yonar, tashqarida tovuqlariga don sochayotgan buvisining ovozi eshitilardi. "Tu tu 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 tu. Mah 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 mah. Beh 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 beh. Mah mah mah. Ana, ol ye." "Ha, jonivora." Yonidagi bo'sh o'ringa ko'zi tushdi-yu, ko'zlarini uqalab mehmonxonaga chopdi. Undan chiqib darvozaxonaga qaradi. Na onasi bor edi, na uning o'rtog'i. Darvozaxonada hamisha orqa tuyog'ining uchini yerga qadab turadigan sariq jiyron otlari ham yo'q edi. Shoh supa yonida eski do'ppidan tovuqlarga qo'noq sochayotgan kampir "Ketishdi", deya ko'cha eshigiga erinchoq nazar tashladi. "Dashtgami?" "Dashtga. Nimaga meni uyg'otmadingiz?" "Oshiqma, qo'zim, erta kelib seni ham olib ketishadi. Ko'chib ketasizlar. Onang joy tayyorlagani ketdi." "Ure! Jamshid irg'ishlab pastga tushdi. Lekin selgimagan yerda oyog'i toyib cho'kkalab qoldi. Uyga qaytib, qo'nji uzun botinkasini kiyib chiqdi. "Dasht yaxshi, momojon. Gullar ko'p. Borib, Tilov bilan o'rtoq bo'laman. U meni tomosha qildiradi. Siz ham borasiz-a, momojon?" Momo doni bo'shagan do'ppini suppaning qirg'og'iga urib qoqdi. "Qaydam,
Bu mulkni kimga tashlab ketaman, qo'zim? Har bir daraxtni bir bolam-ku. Danagidan o'stirganman bularni. Muslima buvi 25 yoshida 2 bolasi, qizi Zaynabxon va o'g'li Abdukarim bilan eridan qolgandi. Eri yurt buzg'unchilar bilan kurashda halok bo'ldi. O'shanda bu joylar taqir yer edi. Shundan keyin kampir boshqa er qilmadi va qolgan umrini 2 sag'irning tarbiyasi va ular uchun shu yerni bog' qilishga berdi. Kunduzlari yer chopdi, ko'chat ekdi, kechalari charx yigirib bolalarni boqdi, bovlidi. Yillar o'tib, bog'i ham, bolalar ham odam bo'ldi. Lekin bolalarning biri ota-onasining izidan ketdi. Fashistlar bilan kurashda halok bo'ldi. Zaynabxon esa Muslima buviga tamom o'xshamaydigan uchar qush chiqdi. Hali o'qish deb Toshkentga ketadi. Hali ayollar faoli bo'lib, oylab qishloqma-qishloq kezadi. Kechagi urush yillarida-ku bir kun uyda bo'lsa, bir hafta bo'lmadi. Sanjar tog'da sarich yig'iyotganlarga bosh bo'lib yurdi. Kampirga hamisha vafodor bo'lib, shu bog'i qoldi. Daraxtlar ham momoning bolasi ekanda, deya go'yo buvisi bilan daraxtlar orasidan bir o'xshashlik topmoqchiday boqqa qaradi Jamshid. Kecha yomg'irda yuvinib, tanalari jigarrang bo'lib qolgan o'riklar oftobda isinayotgandek qilt etmay turishar, faqat jajji yaproqchalar orasiga biqinib qolgan yakka yarim burushiq oq gullargina pastga uchar, bog' oralab ketgan yolg'izoyoq nam so'qmoqqa qo'nardi. Olcha butalari orasidan chaqchaqlab uchib chiqqan qora yaloq shoxlar orasidan ohista suzib o'tib so'qmoqqa qo'ndi. So'qmoqqa yopishib yotgan gul barglari titrab ketdi. Jamshid xo'rsinib sukut qildi. So'ng birdan serkaklanib, toshloq yo'lka bilan darvoza tomon chopib ketdi. Darvozadan chiqib, bog' ko'chaga tushdi. Ko'cha muyulishdagi parda cho'loqning tevaragi qari tollar bilan o'ralgan hovzi supasiga chiqib, sarxovidagi yantog'i namdan qorayib ketgan devor osha qichqirdi. Umida! O, Umid! Umid! Umida. Banka qorovuli, Norqul akaning qizi. Jamshid bilan bir kechada tug'ilgan. Ota-onalar uchrashib, bolalari ustida gapirishib qolganda, ularning bir kechada tug'ilganini eslashar, o'shanda doya axtarib, bir-birinikiga bola yugurtirganlarini aytib, kulishar edi. Buni eshitgan bolalar quvonishar va bir-biriga qattiq, sirli yaqinlik his qilar, boshqa tengdoshlariga ko'p ham qo'shilavermas edi. Umida! Chorbog'dan "Ha!" degan ingichka ovoz va xotin kishining tegajaqlik qilib kulgani eshitildi. "Baqa qara!" Jamshid supadan sakrab tushib, darvoza tomon chopib ketdi. Darvozaga yetmasidan darvozaning o'zi shig'illab ichkariga ochildi-da, oraliqdan bodom gulli oq chit ko'ylak kiygan, qorachi yuzi yog' surganday yiltiroq 7 yoshlardagi qizcha chiqdi. "Umid, dashtga ketyapmiz. Ko'chib ketyapmiz. Ertaga ketamiz." Jamshid bir pasda dashtning nimaligidan tortib, Jalolov bilan onasining o'rtoq ekanigacha, o'zining Tilov bilan o'rtoq bo'lishigacha aytib tashladi. "Men ham boraman sizlar bilan", dedi Umida. "Mayli", dedi Jamshid. "Olib ketaman o'zim. Onam qo'ymasa qochib ketaman-a?" "Ha, o'zim olib ketaman. To'xta. Tilovning otasi bilan onam o'rtoq-ku, biz ham o'rtoq bo'lamiz." Umida guruchday qayta chiqa boshlagan tishlarini ko'rsatib jilmaydi. "Ke, seni Tilov bilan ham o'rtoq qilaman." "Yo'q", dedi Umida. "Faqat ikkalamiz o'rtoq bo'lamiz. U yaxshi bola. Dashtga borsang tomosha qildiradi." "Mayli", rozi bo'ldi Umida. "Nima yeding og'zing ko'k?" "Ismaloq somsa, onam yana teribga, yana yopib beraman dedi." "Yur, yetim tepaga. Ismaloq ko'p." Umida ichkariga qaytib kirdi. "Ona, men Jamshid bilan o'rtoq bo'ldim", dedi va tesha ko'tarib chiqdi. Bir pasdan so'ng ikki o'rtoq atrofi jiqqa daraxt loy ko'chaning chetlaridan yugurishib, qishloqning qoq o'rtasidan tuyaning o'rkachiday chiqib turgan ko'm-ko'k tepalik tomonga borishardi.
Narzi juvokashning zig'ir yog'i hidi anqib turgan ko'chaga taqash bostirmasi yonidan o'tgach, katta yong'och qapoyaga chiqdilar. Bu yerda bir qancha bolalar paltolari va do'ppilardan darvoza yasab futbol o'ynashardi. Chetdagi kallaklangan tut ostida cho'nqayib o'tirgan Mansur loylik qo'lini tizzasiga tirab chiqirdi. Jamshid! Qiziq bo'lyapti. Kebaqqa! Tepaga boramiz biz, dedi Jamshid. Qiz bilan o'ynaydi, qizaloq, qizaloq. O'zing qizaloq. Biz o'rtoq, dedi Jamshid va yerdan bir changal ho'l tuproqni olib, kaftida shosha-pisha dumaloqlayotgan Umidaning bilagidan ushladi. Ketdik. Tashlay. Umida Mansurga tilini ko'rsatdi. Loyni tashlab Jamshidga ergashdi. Yo'ng'ichqaning yomg'irda muloyim bo'lib qolgan kalta-kalta poyalari oyoqqa qadalmaydi. Shundoq mayishib yotadi-yu, oyoq olinishi bilan titrab ko'tariladi. Jamshidning pochasi shimirilgan oyoqlariga, Umidaning oq ko'ylagi etaklariga suv sachraydi. Tepalik etagidagi sariq saqishday loyi chiqib yotgan so'qmoq yoqasida to'xtashdi. So'qmoqning u yog'i ustida bug' o'rmalayotgan shudgor. Shudgorda allaqancha oq, ko'kish xonaki kaptarlar donlab yuribdi. Katta palaxsa kesak ustiga chiqib olgan bitta chipori tomog'ini shirib g'urullaydi. Turgan yerida aylanib ko'kragini ko'taradi. Ana, Naim akaning go'ri, dedi Jamshid kaptarlarning naryoqdagi ko'kimtir bo'yog'i yuvilib ketgan tosh qabrni ko'rsatib. Qabrning o'rtasidan chiqib turgan chorburchak ustunning bo'yniga biri qovjiragan, biri so'ligan, yana biri yaqindagina gulzordan uzilgan gulchambarlar ilig'liq edi. Yur, dedi Umida. Guldan olamiz. Yo'q, dedi Jamshid. U gulni olish yomon. U kuni bu yerga ko'p o'quvchilar kelishdi. Abdukarim amaki ham keldilar. Sibizg'a chalishdi. Maylis qilishdi. Biz futbol o'ynayotgan edik. Kelib tomosha qildik. Keyin ana u gulni qo'yib ketishdi. Ular ketgandan keyin Mansur gulni olaman deb edi, bitta eshakli odam kelib, "Qulog'ingni kesaman" dedi. Gulni olish yomon dedi. Ismaloq qani? Yo'g'u. U yoqda ko'p. Jamshid tepalikning orqa tomoniga ishora qildi va qishloq chekkasidan otilib chiqqanday o'ydim chuqur bag'rini tasma-tasma quyruqday qor bosib yotgan toqqa ko'zi tushdi. Tog'imiz baland-da? Baland, dedi Umida. Bir kun boramizmi? Boramiz. Tepasigacha chiqamiz, a? Tepasigacha chiqamiz. Dashtga erta bilan ketasizlarmi? Uxlab qolma yana. Umida boshini sarak-sarak qildi. So'qmoq yoqasidagi nam ko'katlar ustidan yana yugurishib ketdilar. Tomi qizg'ish elektrostansiya binosiga yetgach, chapga burildilar. Tepalik ortiga o'tib, ko'rinmay ketdilar. Audio kitob. Shukur Xolmirzayev. 18 ga kirmagan kim bor?